Assalomu alaykum kuzatuvchilari, Gipsa blog ishqibozlari, Mashhurat Ergashev Gipsa blog bilan shug'ullanaman hamda daromad qilaman. Ko'p savollar bo'ladi. Aka, buni razmeri necha? Toshkentga necha pul jo'natyapti? Jizzaxga necha pul jo'natyapti degan savollar ko'p bo'lyapti. Shularga to'liq ma'lumot berib, javob berib o'tamiz. Birinchi razmeridan boshlasak buni. Uzunligi 60 bo'ladi. Mana eni 30 bo'ladi, podyomi 20 bo'ladi. Sifati juda ham oliy. Uy qursa bemalol bo'ladi. Keyin bunda qumshuvoq bo'lmaydi. Betidan bir silo usilini kafilkilaydi tortib, fasadni traventin ichkariga shpagilovka berib, aboy qilishyapti. Hozirgi kun holatda qumshuvoqni puliga bemalol remonti bitib ketyapti. Hozir mana adresimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida. Joyida 9000 so'm, Toshkentga 10,5 ming so'm dastavka qilib beryapmiz. Jizzaxga 11,5 ming dastavka qilib beryapmiz. Agarda kimgadir shunaqa Gipsa bloglar kerak bo'lsa, ekranimiz ostiga telefon raqamlariga telefon qilishlari mumkin hamda bitta like podpiskasini bosib qo'yishni unutmanglar. Hamisha sizlar bilanmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.